Inson borki, gunohlarsiz yashash qiyin. Lekin musulmon odam undan qutulish uchun doim harakat qiladi. Tug'ilgan ilk kundagidek ma'sum bo'lishni istaydi. O'zi bilgan, bilmagan, birovga aytgan va ayta olmagan, bo'ynidagi yuk bo'lib turgan, qalbini o'rtab yurgan gunohlardan poklanishni xohlaydi. Olamlar Robbisi mehribon, bandalariga rahimli. Bandasini gunohlardan pok bo'lish uchun imkon beradi. Yo'q, imkoniyatlar beradi. Quyida biz hadis shariflarda keltirilgan va xabar berilgan onadan tug'ilgan kundagidek gunohlardan pok qiladigan amallar haqida so'z yuritmoqchimiz. Shoyat muslim va muslimalar ularni ixlos va iymon bilan ado etsalar, xuddi onadan tug'ilgan kundagidek gunohlardan pok bo'lish sajatmas. To'g'rida barchamizda gunohlar bor. Ularni birovga ayta olmaysiz. Tezroq qutulishni istaysiz. Ana shunday gunohlardan qutultiruvchi amallarning birinchisi haj qiluvchi musulmon. Kimki Alloh uchun haj qilib, buzuqlik va janjal qilmasa, onasi tuqqan kundagidek bo'lib qaytadi deganlar Rasululloh alayhissalom. Bu amalda faqatgina o'zi gunohdan poklanib qolmay, maqbul hajning mukofotiga qo'shimcha ravishda qarindosh urug'lardan 400 nafar odamni shafoat qilish huquqi ham berilishi mumkin. Bu haqida payg'ambar alayhissalom hoji oilasidan yoki qarindosh urug'laridan 400 nafar odamni shafoat qiladi va gunohlaridan onasi tuqqan kundagidek bo'lib qaytadi deganlar. Ikkinchi amal sovuqda tahorat qilgan odam. Imom Dorimiy rahimahulloh rivoyat qilgan hadis sharifda qish kunlari tahorat qilib, 2 rakat ixlos va e'tiqod bilan namoz o'qisa, onasi tuqqan kundagidek gunoh va ma'siyatlardan pok va pokiza bo'ladi. Bu haqida Rasululloh kimki quyosh tafti ozaygan, ya'ni qishning izg'irin va qahraton kunlari payti turib tahorat olsa, tahoratini go'zal va chiroyli qilib 2 rakat namoz o'qisa, gunohlardan xuddi onasi tuqqan kundagidek pok bo'lib chiqadi deganlar Habibimiz. Mana qish kunlari ham yaqinlashyapti. Yalang'ochlar ham majbur kiyinadi. Musulmon kishini fitnaga soladigan holatlar kamayadi. Qish mo'minning bahoridir deb bekorga aytilmagan. Uchinchi amal mayyitni yuvuvchi g'assol. O'lik yuvish musulmonlar zimmasidagi vojib amal bo'lib, uni omonatli va diyonatli, o'likni ayb nuqsonlarini gapirib yurmaydigan, o'lik yuvishni shar'iy qoidalarini biluvchi kimsalar ado qilmog'i zarur. Rasululloh alayhissalom bu haqida ilmi bor bo'lsa, sizlardan mayyitga eng yaqiningiz o'lik yuvishga tursin. Agar bilmaydigan bo'lsa, sizlarning ichingizdagi parhezkor va omonatdor kishi bu ishni qilsin deb bunday deganlar. Kimki mayyitni yuvishga mas'ul bo'lsa, unda omonatni ado qilsin. Ya'ni undagi bor narsalarni, nuqson va kamchiliklarni yashirsa, gunohlardan xuddi onasi tuqqandek pok bo'ladi dedilar alayhissalom. To'rtinchi amal umra yoki hajda adashib qolgan kimsa. Qizig'a, haram hududida adashib qolib ham savobga ega chiqish va gunohdan tozalanish mumkinmi? Ha do'stim. Agar adashib qolsangiz, hoji boshingiz bilan urushishdan avval quyidagilarni eshiting. Haj eng mashaqqatli amal hisoblanadi. Haj juda katta sa'y-harakat, kuch-quvvat, sabr-toqat va fidokorlikni talab qiladi. Haj va umrada kuni bilan dam olmasdan yo'lda yurish, issiqda qolib ketish, adashgani sababli ko'chada dovdirab qolishi mumkin. Buni ham o'ziga yarasha mukofoti bor. Kuni bilan talbiya aytib yurgan hojining bir kunlik amali onadan yangi tug'ilgan chaqaloqdek gunohlardan pok bo'lishga olib keladi. Faqat shart shu: adashib qolib hoji boshingiz yoki birovni so'kib emas, talbiya aytib manzilingizni istang. Birorta mo'min ertalabdan talbiya aytib, to quyosh botgunicha yuradigan bo'lsa, yotoq joyiga qaytgunicha xuddi uni onasi tuqqandek gunohlari yo'q bo'lib ketadi deganlar Rasululloh. Umuman olganda, yotoq joyidan xolis niyatda Baytullohni tavof qilish niyatida chiqishning savobi juda katta. 5-amal kasal bo'lib yotgan musulmon. Alloh azza va jalla mo'min musulmonga bergan dard ham uning gunohlariga kafforat, darajasining ko'tarilishiga sabab bo'ladi. Ayniqsa to'shakka mixlanib yotib qolgan bemor shukr va sabr qilsa, uning gunohlari butkul yuvilib, xuddi onadan tug'ilgan kundagidek bo'ladi. Sahoba Shaddod ibn Aws Ansoriy radhiyallohu anhu bir necha do'stlari bilan Damashqda bir bemor birodarining oldiga kasal ko'rgani kirishdi. U zot bemorga qarab, "Xursand bo'lavering. Men Rasululloh alayhissalomdan quyidagi hadisni eshitganman" deya quyidagi hadisni aytib berdi. Alloh azza va jalla shunday deydi: Agar mo'min bandalarimdan birini kasallikka mubtalo qilsam, u men mubtalo qilgan dardga shukr va sabr qilsa, modomiki u to'shagida bo'lar ekan, xatoliklardan onasi tuqqan kundagidek bo'lur deb aytadi. Yana Alloh azza va jalla farishtalariga: men bandamni to'shakka bog'lab, mubtalo qilib qo'ydim. Endi bundan oldin sog'lom holida berish uchun yashirib qo'ygan ajr savoblarimni unga chiqarib beringlar deb amr qiladi, dedilar Rasululloh alayhissalom. Allohu akbar.
To'shakka mixlangan yaqinlarimiz agar buni eshitayotgan bo'lsa, muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. 6-amal chegarada turgan qo'riqchi. Vatan sarhadlarini qo'riqlashning fazilati, savobi yuksakdir. Vatan himoyachilari, chegara qo'riqchilarining alohida savobi bor. Imom Tabaroniy rivoyat qilgan hadisda mukammal qo'riqchilik va poyloqchilik 40 kundir. Kimki 40 kun oldi-sotdi qilmasa, buzuq ishlar etmasa, gunohlardan xuddi onasi tuqqan kundagidek pok bo'ladi deganlar. Bu esa davlatimiz chegarasini qo'rib turgan harbiylar uchun xush xabardir. 7-amal yordamga shoshadigan musulmon. Bu hozirgi dunyoda yo'qolib borayotgan amallardan biri. Birovning hojatini bitkizish, birovga yordam berish insoniylik burchidir. Agar u ixlos va savob umidida qiladigan bo'lsa, gunohlardan xuddi onadan tug'ilgandek pok holatga kelish imkoniyati hamdir. Bu haqida quyidagi hadis sharifda rivoyat qilingan. Kimki musulmon birodarining hojatiga yursa, Alloh uni o'sha ishdan ajralib qaytgunicha tashlagan har bir qadamiga bitta yaxshilik yozadi. Agar uning hojatini bitkazib beradigan bo'lsa, gunohlardan xuddi onasi tuqqan kundagidek bo'lib chiqadi. Agar o'sha musulmonning hojatini chiqarish yo'lida halok bo'ladigan bo'lsa, vafot qilgan odamga jannatga hisobsiz kirishdan boshqa mukofot bo'lmaydi deganlar Habibimiz alayhissalom. Yo'q, biz faqat o'zimizni o'ylaymiz. O'zimiz yaxshi yashasak bo'ldi. Qolganlar bir kunni ko'rar. Mana shu musulmonni gapi emas. Alloh isloh qilsin. 8-amal quyosh chiqqanda namoz o'qishlik. Zuho namozining fazilati o'zgacha ekani barchaga ma'lum. U sunnat namozlardan bo'lib, payg'ambar alayhissalom o'qishga odatlangan edi. Uning savobi quyidagi hadis sharifda bunday ko'rsatilgan. Kimki ertalab bomdodni o'qisa, so'ng joyida o'tirib, dunyo ishidan biror narsaga chalg'imay Allohni zikr qiladigan bo'lsa, keyin 4 rakat zuho namozini o'qisa, gunohlaridan xuddi onasi tuqqan kundagidek bo'lib masjiddan chiqadi. Uning gunohi yo'q bo'ladi, dedilar Rasululloh alayhissalom. Xullas, oshkor va maxfiy gunohlari tufayli qalbi o'rtanib yurganlar yuqoridagi tavsiyalarga amal qilsalar, inshaalloh gunohlardan soqit bo'ladi. Mavzu so'ngida bir so'z aytmoqchimiz. Ulamolarimiz aytadi: agar bir musulmon gunohlarini eslayotgan bo'lsa, ulardan hijolat tortayotgan bo'lsa, uni boshqaga aytishdan uyalayotgan bo'lsa, o'sha musulmonning tavbasi qabul bo'layotganidir. Qalbda gunohlarni e'tirof etishlik Alloh uni hidoyatga boshlayotganiga ishoradir. Agar gunohlardan hech hijolat tortmasa, yetmaganidek uni boshqalarga aytib maqtansa, Alloh saqlasin, bu odamning oxiri halokatli bo'ladi. Gunohlarni boshqaga aytib maqtanishlik o'sha odamni og'ir oqibatlar kutayotganiga ishoradir. Biz bilan qoling, videoni yaqinlarga ham ulashing.